O'zbekistonga pul o'tkazish va bankda naqd pul olishda qanday xatolarga yo'l qo'yilishi mumkin? Birinchi bosqichda o'tkazma summasini kiritishda ikkita bildirishnomadan biri paydo bo'lishi mumkin. O'tkazma summasi $99 dan kam bo'lishi mumkin emas yoki kartadan pul mablag'larini yechib olish chegarasi 425 ming rubldan oshmaydi. O'tkazmani davom ettirish uchun to'g'ri miqdorni kiriting. $99dan rublda 425 ming rubl ekvivalentigacha. Promokodni kiritishda kiritilgan promokod topilmadi degan xabar paydo bo'lishi mumkin. Bu siz noto'g'ri promokod kiritganingizni anglatadi. Iltimos, to'g'ri promokodni kiriting yoki maydonni bo'sh qoldiring. Ikkinchi bosqichda qabul qiluvchining ma'lumotlarini to'ldirishda siz qabul qiluvchining pasporti to'ldirilgan tilni tanlashingiz kerak. Agar ma'lumotlar boshqa tilda to'ldirilgan bo'lsa, bank o'tkazmani bermaydi. Barcha ma'lumotlar to'g'ri kiritilishi va pasportga to'liq mos kelishi kerak. Qabul qiluvchining otasining ismi bo'lmasa, otaning ismi yo'q variantini tanlang. E'tibor bering, agar qabul qiluvchining pasportida otasining ismi bo'lsa va siz ushbu maydonni to'ldirmagan bo'lsangiz, mablag'ni olish imkonsiz bo'ladi. Qabul qiluvchining ma'lumotlarini tekshirgandan so'ng, xato topsangiz va ikkinchi bosqichga qaytsangiz va ma'lumotni tahrirlasangiz, lekin ma'lumotlarni o'zgartira olmadi, bildirishnomasi paydo bo'lsa, tahrirlash tugmasini yana bosing yoki o'tkazmani bekor qiling va qaytadan boshlang. Uchinchi bosqich, jo'natuvchining ma'lumotlarini kiritish. Bu yerda to'g'ri ma'lumotlarni kiriting xabari paydo bo'lishi mumkin. Bu sizning ma'lumotlaringiz hali dastur ma'lumotlar bazasida yo'qligini anglatadi. Familiyangiz va ismingizni ko'rsatgan holda qo'llab-quvvatlash xizmatiga so'rov yozing. Agar siz allaqachon o'tkazmalarni amalga oshirgan bo'lsangiz, lekin o'zgartirishlar kiritishingiz kerak bo'lsa va dastur ma'lumotlarni o'zgartirish uchun qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling degan xabarni ko'rsatsa, qo'llab-quvvatlash xizmatiga so'rov yozing, qanday o'zgartirishlar kiritish kerakligini ko'rsating va hujjatning fotosuratini yuboring. To'rtinchi bosqichda o'tkazmaning barcha ma'lumotlarining to'g'riligini tekshiring. Agar xato topsangiz, tahrirlash tugmasini bosing va kerakli o'zgarishlarni kiriting. Iltimos, taqdim etilgan ma'lumotlarni ko'rib chiqing va pul mablag'larining kelib chiqishi Rossiya Federatsiyasining amaldagi qonunchiligiga mos kelishini va jo'natuvchi ro'yxatda keltirilgan mamlakatlar fuqarosi emasligini tasdiqlash uchun katakchalarni belgilang. Agar katakchalar belgilanmagan bo'lsa, o'tkazma mumkin bo'lmaydi. Agar oxirgi 5-bosqichda, to'lov bosqichida, karta ma'lumotlarini kiritganingizdan so'ng, siz tasdiqlash kodi bilan SIMS olmagan bo'lsangiz, kartasidan pul o'tkazmasini amalga oshirayotgan bank bilan bog'laning. Karta boshqa telefon raqamiga ulangan, bildirishnoma paydo bo'lsa, demak, karta ilgari boshqa hisobda ishlatilgan va bu hisobda undan pul o'tkazmasini amalga oshirib bo'lmaydi. Pul o'tkazish uchun boshqa bank kartasidan foydalaning. Agar siz tasdiqlash kodini olgan bo'lsangiz, lekin xato, keyinroq urinib ko'ring, o'tkazmani tugatib bo'lmadi va boshqalar paydo bo'lsa, qo'llab-quvvatlash xizmatiga yozing va xatolik bilan ekranning skrinshotini yuboring. Siz qo'llab-quvvatlash xizmatiga kabinet bo'limidan slujba poddержки qatoridan napisat nam bandidan yozishingiz mumkin. Matn, audio, foto va video fayllarni qo'shish mumkin. Javobimizni olishingiz uchun elektron pochta manzilini to'g'ri kiritganingizga ishonch hosil qiling. Mir privilegiy. Siz uchun faqat eng yaxshisi.